Kelding yorug' olamga, malham bo'l dard alamga. Qurbing yetsa birodar, yaxshilik qil odamga. Bo'lsa mol dunyo puling, yetsa qay cho'zsang qo'ling. Oq bo'lsin ko'ngil diling, yaxshilik qil odamga. Bo'lsang buyuk mansabdor, bo'lsin senda nomus or. Hech kimga berma ozor, yaxshilik qil odamga. Nohaqlikka jim turma, ojizga yuzing burma. Sharafsiz inson bo'lma, yaxshilik qil odamga. Go'zal umr hayot bo'l, qo'lsizga qo'l qanot bo'l. Umidsizga najot bo'l, yaxshilik qil odamga. Xayru saxovat, ehtiyojmand oilalarga yordam qo'lini cho'zish azaldan xalqimizning saxovatpeshi insonlari tomonidan amalga oshirilib kelyapti. Ramazon oyi hadyalar ulashish va kam ta'minlangan, nogironligi bor fuqarolar holidan xabar olish uchun barakali oy hisoblanadi. Joriy yilning 7-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi U. Latifov Oqqamish Ofida yashovchi ko'zi bo'yicha nogironligi bo'lgan fuqarolar bilan uchrashib, ularning muammolarini tinglab, imkoniyat darajasida yordam berilishini aytgan edi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umrbek Latifov 9-aprel kuni Oqqamish Ofida yashovchi kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan, ko'zi bo'yicha 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan 10 nafar fuqaroning holidan xabar olib, har bir fuqaroga 700 ming so'm pul miqdoridagi oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatdi. Ushbu hududda yashovchi ko'z bo'yicha 1 guruh nogironi Rahimova Farida va 2 guruh nogironi Akkay va Gurbal Saltanlarga uy holatini yaxshilab olish uchun pul mablag'lari taqdim etildi. Undan keyin O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umrbek Latifov Kaltaminor ovul fuqarolar yig'ini va Tozabog'yob ovul fuqarolar yig'inida yashovchi ko'zi bo'yicha nogironligi bo'lgan 15 nafar fuqaro bilan uchrashdi. Ularga ham oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi jami 25 nafar ko'zi bo'yicha nogironligi bo'lgan fuqarolar holidan xabar olib, saxovatpeshi insonlar tomonidan berilgan jami 21 million so'mlik oziq-ovqat va pul mablag'larini tarqatib, nogironligi bo'lgan insonlarni xursand qilishdi. Barcha fuqarolar saxovatpeshi insonlarga judayam ko'p rahmatlar aytib, ularning haqlariga duo qilishdi. Albatta, barchamiz qo'limizdan kelgancha insonlarga yordam bermog'imiz lozim. Zero bu hayotda faqatgina qilgan yaxshi amallarimizgina qoladi. Bemorlar holidan olingiz xabar. Ozgina mehru muhabbat yetar. Ulardan qaytmasa, Xudodan qaytar. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Savobga ishlating bo'lsa pulingiz, saxovat yo'lida ochib qo'lingiz. Allohim beradi rizq nasibangiz. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Yetim bolalarning silang boshini, yig'lagan ko'zlarning arting yoshini. Muhtojiga uzatib yordam qo'lini, qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Dunyoda barchasi o'tkinchi biling, nafratni unutib mehrni bering. Bir kun ortingizdan yaxshi nom qolar, qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling. Kim yaxshi, kim yomon Xudo biladi. Aybi bor bir kuni jazo oladi. Yaxshiga doimo omad kuladi. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qiling.